Demoqchi bo'lganim akalar, test drive mutlaqo bepul. Misol uchun, mashina olgingiz kelmayapti, ha? Shunchaki yangi mashina bitta hadlab minib ko'rgingiz kelyaptimi? Bexijolat. Lekin yangilik hamma qilishyapti. Endi o'zidagi xalqimiz charchadi, o'zidagidan charchadi. Buni yashirishda hojati yo'q, xalqda o'zi biladi. Hamma biladi ham. Hamma biladi. Test drive qilib. Bu safar proviz bilan kelasiz. Xudo xolasa, menejerlarimiz haydamaydi. Uni o'zingiz rulga o'tirib, obzorni o'zingiz ko'rsatib berasiz. Assalomu alaykum yana bir bor hammaga. Jizzax Haval avtosalonidan xudo xolasa bugungi syomkalarni boshlaymiz. Bugungi manzilimiz akalar Jizzax shahri Haval avtosaloni. Bugungi sana 22-iyul 2026-yil bo'ladi. Xudo xolasa akalar yangilangan M6'miz bor. O'sha M6 sizlarga yangilangan variantini xudo xolasa ko'rsatib beramiz. Ilyor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, Ozod aka. Sog'ligingiz yaxshimi? Sog'ligingiz yaxshimi? Bardamsiz akam? Akam assalomu alaykum. Charchamadingizmi? Tinchmisiz? Ilyor aka, nima bo'ldi akam? Yangilangan variant keldi dedingiz? Ha, Ozod aka, hozirgi kunda Jizzax Haval avtosalonidan mashinalarimiz yangilanish juda ham zo'r yangiliklar bo'lyapti. M6 3-pozitsiyasi yangilanish bo'ldi. Salon holatlari, monitorlari, shunga o'xshagan tartiblarda yangiliklari bor. Endi bir mijozimizni har bitta kelganini ko'ngliga qaraydigan menejerimiz bor. Bu menejerimiz Samandarjon hozir bir obzor qilib beradilar. Ana undan keyin bir ichkariga kirsiz. Hozir mijozlarim bor edi, u mijozlarga qaramasak bo'lmaydi Ozod aka. Men sal ishlarim bor edi. Rulni beramiz, Samandarga beramiz. Samandar bir obzorlarini qilib, chiroylikina qilib tushuncha berishadi. Xalqimiz uchun o'zini jonini fido qiladigan har bitta xodimimizdan biri bo'ladi Samandar. Samandarjon Ozod akam bilan birgalikda bitta syomka qilib bering. Xudo xolasa. Mijozlarimiz. Samandar akam adashmasam bizda birinchi marta chiqishlari. Adashmaydigan bo'lsa. Xuddi shunday ham. Mabodo gaplarida, beg'ida, ya'ni bilib turib xato qilganini bilasiz-ku. O'sha vaqtda endi anaqa qilib tashamang, gapirib tashamang. She'da noto'g'ri ketdingiz, aka deb yozsangiz, o'zlari ham kommentda o'qiydi. Xo'p, xudo xolasa xato qilish hammamizda, hech narsa qilmaydi akam. Xato qilish hammamizda bo'ladi, muammosi yo'q. Xudo xolasa yaqini ko'rsataveramiz. Mana bu yangilandi dedilar, qaranglar. M6 GVM yozilgan, M6 Haval yozilgan. Hozir qaysi bir o'zgarish? Menimcha mana bunisi yangilangan bo'lsa kerak. Hozir bunisini ko'rsatamiz. Akam, hozir qarang, mana bunda uzoqdan ko'chadan bitta ko'rganda menimcha farqi bor. Orqadagi yozuv Haval, bu tarafda GVM. Farqi shundami tashqarida qaraganda? Yo'q, farqi o'zgarishlar yana oldida ham bo'lgan. Oldagi shofkalar qoraytirilgan, yangi bo'lib. Oldin Stalnoyda ko'pchilik aytardi, qoraga Stalnoy yarashmabdi-da, shu qora qilganda yaxshi bo'lardi degan. Endi hamma narsa arizalar qoldiriladi, shu o'zgartirishlar kiritilishi uchun. Ko'pchilik aytadi, kojinli salon bo'lganda yaxshi bo'lardi dedi. Kojinli salon bo'ldi aka, old abitsovkalar o'zgardi aka. Ходовой sistemasi max version bo'ldi. Orqalari yana ham yumshoq bo'ldi. O'zi ходовой независимый bo'ladi, mustaqil podveska. Eslatib o'taman bilmaganlar uchun. Xo'p, mustaqil podveska balkaga qaraganda, misol uchun trekkerlarga qaraganda ancha yumshoq yuradi. Buni endi to'g'ridan to'g'ri sapernigi baribir trekker bilan taqqoslasak, narx tomonlama yaqinroq. Buni ustunliklari ancha ko'p. Birinchidan motori sepli bo'ladi. Motori 1.5 turbina motor. Uniki zubchatli remen deyiladi xalq orasida. Uzilib ketishi bor. Benzin tanlaydi aka, metan propan o'qimaydi. Buni motori MPI motor. Tushunganlar yaxshi biladi. Benzin tanlamaydi, metan propan tanlamaydi. Rasxodi 5 ta, 7 ta. Danliga 5 ta, shaharchaga 2 ta yoqadi. Ходовойлari balka emas. Независимый bo'ladi aka. Ya'ni orqa oldi tormozlar oporniy aka. Oporniy hammasi. Bo'ldi. Oldi, orqasi akalar oporniy. Xo'p, shunda aka trekker bilan buni solishtiramiz bugun, ha? Bugun trekker bilan solishtiramiz akalar. Buni ko'rasiz bexijolat. Aytganlaridek, klientning talablariga qarab hamma narsa o'zgaryapti dedilar. Ya'ni oldi serka o'zi bilaman, bu arzimas narsa, lekin yangi narsa olganingizda mana bu narsasi shu joyi rangi o'ziga yoqmasa ham bir xunay bo'lib turadi. Eskisini ham bir ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Atalab mana bu eskisi. Eskisi. Mana. Endi bu Stalnoy bo'lgani uchun bunga yarashib turibdi. Qoraga bo'lganda sal boshqacharoq. Qorada ham shunaqa Stalnoymidi? Stalnoy. Ana sizga o'zgartirildi. Ana dizaynlar tikib qo'yibdi deyshadi-ku, o'shanga o'xshatib. Xo'p, endi akam salonlarni ko'rsataylik. Buni salonlarda nima o'zgarishlar bo'lgan? Bismillah. Mana sizga salonimiz. Xo'p, aka, meni ko'zim tushgani birinchi o'rin mana bu yer bo'ldi. Apshikasiga har doim mashinani apshikasiga qarayman, chunki mana bu yer o'zgaribdi bu safar. Akva plitlar o'zgartirildi aka. Общий mashinada 8 ta joyga o'zgartirish kiritildi.
birinchi o'rinda shu ko'z tushganda akvaprintlar o'zgardi. Avvalgisi ham xunuk emasdi. Yanada chiroyliroq bo'ldi. Aha. Karbonga o'xshagan detallar. Yashang. Hozir endi faqat ishlab chiqarish shunaqa bo'ladimi endi bari? Yo, eski variantlar ham bo'ladimi? Yo'q, eskisidan bo'ldi, to'xtatildi. Bundan keyin polni yangisidan ishlab chiqariladi. Ha, bunaqasidan bo'ladi, xudo xolasa. Yashang. Yashang aka. Xo'p, ko'rishim aka monitor yangilanibdi, monitor bo'ldi. Monitor ramkasi oldin kattaroq edi. Hozir yangilangan monitor. Android sistemada ishlaydi aka. Yonishlar, dizaynlar o'zgardi. Ya'ni aka hamma modelni klientni zakaziga qarab yoki-da klientni talabidan kelib chiqqan holatda mashina o'shanga adaptatsiya bo'lib, ya'ni yangilanishlar kiritilyapti. Endi odamlar talabga yarasha taklif qilyapti. Aka, konkurent bo'za-bo'zan mana shunaqa bo'zin ekan. Gap yo'q lekin. Xo'p, men o'tirib ko'ring. Bismillah. Xo'p, monitorlar hajmi kattargan aka. Ramkasi juda katta edi oldin. Hozir splashnoy bo'lgan. Zadniy kameralari o'zgargan aka. Mana sizga. Ancha katta bo'lgan. Hozir qarang, men bilishim bo'yicha o'tgan safarga solishtirib gapingizni bo'ldim. Mana bu burilmasdi. Endi buriladi. Mana rulda bursalar, mana ko'rdingiz-a? Mana burilyapti bu. Oldin burilmasdi. To'g'ri, kimdir aytishi mumkin, ahamiyatga ega narsa emas deyishingiz mumkin, lekin bu ham anchagina, ya'ni opti yo'qlar uchun anchagina yaxshi narsa. Конечно. Xo'p, yana yangilangan joylari, achki qo'yadigan joylar qo'shildi aka. Hozirgi achkilar kerakli narsa. Oldin yo'q edi lekin hozir qayerga qo'yishni bilmaysiz. Bu yerga qo'yamansiz, ichimlik qo'ya olmaysiz, bu yerga qo'yamansiz, telefon qo'ya olmaysiz. Torpedoga qo'ysangiz sirpanib ketadi aka. Achkini oynasi qiriladi aka. Eng yaxshisi mana ichlari o'zi mana zamishlik qilib ishlatildi. Lyuklari bor aka. Lyuklari bor. Обязательно. Xo'p, aka, men ko'rishim yana kojani, ya'ni sidinasi kojalari o'zgargan aka. Shunday aka. Nimalar bo'lgan? Kojani salon bo'ldi. Bu koja zaminitelь, eko koja deyiladi, sifatli koja bo'ladi. Bu yirtilmaydi aka, surtilmaydi. Mana abagriflari qizishi tezroq bo'ladi aka. Oddiy sidinaga qaraganda. Ya'ni lattalidan qaraganda. Bu hozir qaysi pozitsiya haqida gap ketyapti aka? 3-pozitsiya. Bu 3-pozitsiya full varianti. 3-pozitsiya full variantidan. Orqa tarafini ham bir ko'rsatib qo'yamiz sizga, mana orqalari. Xo'p, orqalarda sizga kerak bo'ladigan eng muhim narsalardan biri, hozir bilasizlar, zaryadka muhim narsa. Sizga zaryadka qilishga borib, u tarafdan tortib kelib o'tirmaysiz, shunday tiqasiz bo'laveradi. Deflektorlari bor. Zo'r akam, deflektorlari bor mana. Ham aka ko'p mashinalarda bilamiz, mana uni bar olishadi. Lekin bar o'zida xudo xohlasa. Bar o'zida, barlari aytvorsiz katta, kengina aka. Kojinli. Lekin bu asosan krasovyer eng yaxshi tomoni aka, misol uchun o'zimizda eski mashinalar, sedan mashinalarda o'rtasida oyoq tiqilib qoladi. O'rtada o'tirgan odam bo'ladi. Oyog'i kattalar bo'ladi aka. Bemalol akajon. Men o'tirmayman deyishadi-ku. O'rtada o'tirishga bo'ladi sizga. Xo'sh, mana bunisi emas, yo'q, qo'yamiz deyishdi. Aka, M6ni yana bitta gap aytaman, eng bozor chaqqon bo'lishini zabti sababi bizda xalqimizga asosan shu qishloqda, shaharda yuradigan odamlar uchun bozor o'charligiga, uy quradi, boshqa qiladi, bagaj har doim kerak bo'ladi aka. Ya'ni bagaj bo'lsin. Eng katta mashina mana shu bo'ladi. Bagaj kattasi 808 litr. Sidinalar yotadi aka. Sidinalar yotadi. Bo'ldi. Bitta shu tarafdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi aka. Yotadi. Sidinani yotqizib qo'y. Aka, bu ikkita anavi jurami, jura demaylik, misol uchun oilaviy er-xotin deyilgan, er-xotin ikkalasi qo'yib, misol uchun hozir nima bizda Arnasoy piknik bo'lyapti. Arnasoyga borib, o'zlari dam olib, nimadir yeb ichib, endi shunda o'tirib, behijolat o'zlariga sharoit qilsa bo'ladigan narsa. Chet ellik kinolarda ko'rardik, o'shanaqa bizga kelyapti bora kelyapti. Yana bunga aka 4 ta 30 talik metan ballon qo'ysangiz bo'ladi. Bu misol uchun tagiga ketadi. Mana shu bochasiz. Shunga 4 ta 30 talik ballon sig'adi. Agar xohlasangiz 61 talik propan ballon ham qo'ysa bo'ladi. Muammosi yo'q. Xo'p, gazdan farqi yo'q, propan qo'yadimi, metan qo'yadimi, qiziq emas. Propan benzin tanlamaydi aka. Aytganda MPI motor aka. MPI. Bu imенно shu M6niki, Julionniki MPI motor bo'ladi. Injiq emas. Yashang. O'zbekbob mashina. Yashang. Hozir bu 3-pozitsiya haqida gaplashdik. 3-pozitsiya haqida. Ikkinchi pozitsiyasi qanaqa bo'ladi? Ikkinchi pozitsiyada mana ko'rishingiz mumkin. U tarafimiz hozir ikkinchi pozitsiya. Oq ikkinchi pozitsiya. Xo'p, qaranglar, endi bundan buyog'iga, ya'ni hozir mana bugun 22-iyul bo'ladigan bo'lsa, ko'chada ko'rib qolsangiz bilasizki, ana bolalar palonchi model, pismadonchi modelni bittada ko'rganda aytadi, sizga ham eslab qolishingiz uchun mana M6 Haval yozilgani bu birinchi, ikkinchi pozitsiyasi bo'ladi. GVM M6 yozilgani bo'lsa, akalar bu yangilangan variant, ya'ni
3-chi pozitsiyasi bo'ladi. Redline deylik. Ha, redline. Undan qaraganda mana bu orqa tarafda farlari ham boshqa bo'lgan, aka, shunaqamidi? Farlar o'zgargan. LED farlar sal o'zgargan. Yashang. Xo'p. Aka, bu nima qulayliklari bor undan? Ikkinchi pozitsiya bilan uchinchi pozitsiyaning farqini aytaman. Tumankalarida, dugalarida, lyuklarida, salonlarida kojinlik bo'lmaydi. Ha, lattali bo'ladi ya'ni. Avtotikan bo'ladi. Latta bo'lmaydi, avtotikan deyiladi. Avtotikan. Avtotikan bo'ladi. Shu biskvichoyda o'stib, endi misol uchun kimgadir kerak emas, yoshi kattalar odamlar uchun kerak emasdir. Ishlatmayman baribir deydi-da, bir xil aytadi. Ishlatmasangiz mana Pul arzonroq. O'zi arzonroq. 260 million so'm. Naqd to'lovga 15 million skidkasi bor. Yashang. Mana sizga. Endi xudo xolasa qaysi birini ko'rsatamiz? Ya'ni Julion bor dedingiz akam? Julionlarimiz bor. Julionni bu yerda bor. Ichkaridan ko'rsataylik aka. Havo rosa speed, havo. Akalar rozi bo'lasizlar, ichkarida bor. Ranglardan muammosi yo'q, qo'y. Siz ko'rsatgan rang, aytgan rangingizni qilib berishadi. Bizda rangga qo'shimcha to'lov qilinmaydi aka. Yuravering aka. Misol, M6ni oqini olasizmi, qora stalnoy olasizmi? Misol uchun bu H6 Julionlarning kraskalari niza ana bo'ladi. Jemchujniy bo'ladi. Ularga qo'shimcha to'lov qilinmaydi. Yashang. Xo'p, avtosalonga mana kirib keldik. Xudo xolasa, endi sizga sal yaxtaroqdan avtosalondan ko'rsatamiz. Rozi bo'lasizlar. Singlim, bitta syomka qilib olaylik, uzra. Xo'p, endi sizga Julionni ko'rsatamiz. Mana sizga Julion. Xo'p, bu Julionimizning birinchi, ikkinchi, uchinchi pozitsiyasi bo'ladi. Aka, qolgan menejer akalarim aytishardiki, aka bittada 2 bilan 3-chi pozitsiyani ko'rib turib sizni boshlardilar. Tushuntirib beringiz, yana qanaqa bo'ladi? Xo'p, bu 3-chi pozitsiyamiz. Narxi 330 million so'm, salon narxi. Naqd to'lovga skidkalarimiz bor. 2 bilan 3-chi pozitsiyani tezroq analash uchun o'rtada turgan kameradan farqlashingiz mumkin. Ana va lidar deb qo'yishardi-ku, ustida bo'lardi. Xuddi o'shanaqa mana bu adaptivniy cruise control deyiladi aka. Bu ya'ni oldinda ketadigan mashinaga qorda, yomg'irda distansionni masofa ushlab turadi. 200 metr, 70 metr, 30 metrga. Xo'p, oldida parktroniklarda farq qiladi aka. 3-chi pozitsiya, 2-chi pozitsiya head-up displeyimiz bor aka. Head-up displey ham ancha yordam katta, znaklarga qarab yuradi aka. Sizga ogohlantirib yuradi aka. 60 joyda ketyapsiz, 60 haydang, 80 ketyapsiz, qizil bo'lib ketaveradi o'zi. Shu tezligingizni ko'rsatib ketadi. Katta tezlikda tabloga qarab vaqt yo'qotmaysiz. Yashang. Mana. Xo'p, akalar, endi qaranglar. Buni ranglaridan bor, aka. Ranglaridan bor. Bor ranglar. Necha rangi bor? Xo'p, Plus minus. oq, qora, blue rangi bor, ko'k rangi bor. Bu yangichasi? Yangichasi bor. Kulrang mokriy asfaltlarimiz bor akajon. Aka, eshitishim bo'yicha metallini eng qalini shuni aytdingiz. Metalli shunaqa. hamma havalda 0.77 bo'ladi. Qalinligi, menimcha boshqa mashinalar unaqa emas. Zanglamaydigan deyishdi. Nirjavikali bo'ladi, zanglamaydi, gullamaydi, kraskasi ham qimmat bo'ladi. Yashang. Xo'p, salonni bitta ko'rsatib o'tamiz. Oldingi videolarimizda ham videolari bor. Baribir sizga yana bitta eslatib o'tishga majburmiz. Xo'p, aka, men o'sha tarafdan o'tayda. Siz shu tarafda tursiz, hozir mana orqadan ko'rinib qarang. Lekin Julion rosa zo'r narsa akalar. Aka, siz o'sha yerda turasiz? Xo'p, bismillah. Endi akam ozroq hayajonlanib turib, rozi bo'lasiz. Privichkalardan dem qilganlardan bilasizlar. Mana akustikasini qarang. Ichki dizayn mana bu, ya'ni eshiklari. Xo'p, bunisini ajratib oladigan narsangiz. Patsakani qarang. Bu taraf shaybali bo'ladi akalar. Xo'p, bespроводной zaryadkalari bor aka. Bespроводной bor. Alicia sistemalari bor. Sidinlarda abduf, podariflari bor. Orqa sidinkalari ham qizdiradi aka. Xo'p, открой люк desa oynalarni ochib beradi aka. Ya'ni Alicia'si bor, bemalol gapirsa bo'ladi. Bu tarafda head-up display ko'ryapman aka. Head-up bor. Head-up display bor. Salonida 6 ta airbag bor, aytib o'tish kerak aka. Bu ham endi misol uchun e'tiborga olinadigan narsa. Oddiy narsa emas. 6 ta airbag degan xavfsizlik yuqori degan aka. Aka, men bitta narsani aytmoqchi edim. Bir xillar aytishadiki, hozirgi mashinalarga taqqoslab aytishadiki, aka, hozirgi chiqayotgan mashinalar barisi tunuka, yuqa deyshadi. Endi nima sababdan unaqa deyapsiz desam, solishtirishadiki, eski 20 tur, Moskvichlarga hisoblashadi. Endi qarang, bitta masala. Men o'zim bir marta avariya bo'lganman aka. Bir marta bo'lganman, odamni boshiga tushmasin. Demoqchi bo'lganim, aka, oldingi mashinalarda olib borib ursangiz, unda pachaq bo'lmasdi, lekin salonga ularni berardi. Men hozir aka shuncha avariyalarni ko'rib o'zimga xulosa qildimki, hozirgi mashinalarda xudo ko'rsatmasin avariya bo'lsa, mashina qancha aka pachoq bo'lsa bo'ladi, lekin salonga unaqa udar qattiqroq bo'ladi. Salonga unaqa udar tushmas ekan aka. Men o'shasiga besh ketdim lekin. Endi baribir hozir hamma narsa takomillashyapti, tangan ikki tomoni bor-da, ikki tomonni ham o'ylab qilishsa kerak menimcha. Yashang. Endi bunikini ham bitta sizga aytib o'tay, crash testlar bo'lgan.
mashina chiqarishdan oldin uni mustahkamligi o'lchanadi. Buni endi Land Rover'larida aka stop beradi. O'sha oldindan udar bo'lsa, qarshilik beradi mashina o'ziga. Promosh mashinani suyagiga o'tadida, qarshilik bilan keyin mashinaga udar beradi. Ha, ya'ni Promoy mana shu yergacha yig'ilib qolmaydi zo'r. O'shasini aytmoqchi edim. Bu udar urganda o'sha strafovkasi bor. Misol uchun bir safarga mana bu yergacha deysa, o'sha udaringizga qarab turib, promoy salonga bermaydi udarni. Udarni boya aytgandek akam nomi ushlab borib sizga bo'ladi xudo xolasa. Xo'p, qaranglar, buni narxi 329 million 900 ming. Endi xalqona tilda aytaylik 330 million. Aka, buni adashmasam 290 millionligi bor. 280 million so'm. 310 million so'm, 330 million so'm. 330 million so'm. Ikkinchi pozitsiyasi bilan uchinchi pozitsiyasini anaqasi farqi lyuki bo'lmaydi, shunaqamidi? Yo'q, lyuki bo'ladimi? Panorama bo'ladi aka. Qo'shinli salon, ichki dizayn hamma joyi bir xil bo'ladi. Faqat mana shu kamera bo'lmaydi, head-up display bo'lmaydi. Mana shu parktronik bo'lmaydi. 3 ta farqi bor. Qolgan joyda farqi. Bunisi kerak emassa 10 million 15 million arzonroq shunday bo'lsa. 20 million so'm. 20 million so'm farqiga zo'r. Qanday ranglardan bo'yatganimizda xohlagan rangingizdan bor. Yana dabavka Dargo bor salonda. H6 bor mana bu. Sizga H9'imiz ham bor. H9'imiz ham bor. Lekin boy bobomlar, hoji bobolar deyishadi-ku ko'proq. Azodan ko'rsatib qo'yamiz. Bundan ham bor. 590 million edi adashmasam. Narx oshmadimi? 70 million so'm. 590 millionlik adashmasam, ana Matvi bo'ladiganimidi? Ha, 580 million. 580 million. Uzraman, narxi 10 millionga oshirib yuboribman. 570 million shu turishi yoki siz Matvi qilib olaman desangiz, 580 million, ya'ni 10 million so'mga razницasi bo'ladi, bexijolat. Uni ham bo'lib turasiz, rastochka olsangiz bo'ladi. Xohlasangiz Barandaqa H6 ni ham ko'raverasiz bexijolat. Xo'p, aka, xudo xolasa endi qolgan to'lovlarni Elyor akam bilan gaplashaveramiz. Bo'ldi. Xudo xolasa sizga katta rahmat akam. Bitta pauza qolamiz, Elyor akam chaqirib olamiz. Salomat bo'ling. Do'stim, xudo xolasa. Aka, katta rahmat sizga. Salomat bo'ling. Xo'p, endi Elyor akam bilan davom etamiz. Elyor aka, bo'shab qoldingizmi? Bo'ldi, bo'shab qoldim. O'zi qanday shakka o'tirib olaman aka. Yaxshi, rahmat aka. Endi aka ozroqgina hayajon bo'ldi-yu, endi to'g'ri tushunishadi. Boya aytganingizdek, menejerlarda ham yangilarni ko'rsatamiz dedingiz. Xudo xolasa yangi brendni face qilib olib chiqamiz dedingiz. Aka, zo'r. Yomon emas. Akam zo'r qildilar, lekin menga bo'limeni yomon emas, tushunchasi yaxshi, zo'r. Zo'r. Menejerlar endi akalarni ham yaxshi taniyman men. Yana yangi bolalar kelyapti. Ha, yangi ishchilar olganmiz, aka. Bular ham hozir stajyor bo'lishyapti. O'rganishyapti. Birinchi mashinani xarakteristikasi. Keladigan mijozga birinchi o'zi tushunchaga ega bo'lmasa, u mijozga tushuntirganda foydasi yo'q. Shuning uchun yangi shogirdlarimizni chiqaryapmiz, xudo xolasa. Ularni ham bir obzorlarimizda ko'rsatib o'tamiz, xudo xolasa. Aka, hozirgi kunda bir mijozimiz kelishdi, bitta otaxon keldilar, bo'lamdilar. Mana shu Ozod akani videolarini ko'rib boramiz. Bironta bloger mashinani narxini aytadi, oylik to'lovini aytadi bo'ldi. Lekin uni foizi, yillik to'lovi, oylik to'lovi, kunlik to'lovi qanaqa, necha puldan chiqadi, sug'urtasi qanaqa bo'ladi, hech kim obzor qilmayapti. Bir shuni aka, gapingizni bo'laman. O'tgan safar ham 2 safar qildik dedim men. O'zingizam xabaringiz bor. Yana yangilandi, aytdingiz, prezident qarori bor, chiqarishga majbur bizni deysiz. O'tgan safar ham qilganimizda adashmasam H6 nimadi, ikkinchi pozitsiyasi nimadi, hisoblaganimizda oyiga 1,700 million shu aka. Endi qarang, hozir Ozod aka bir mashinaning narxini tushunchasini beramanda, ana undan keyin kunlik to'lov, oylik to'lov, yillik to'lov ham sug'urtasini ham bir tushuncha beraylik. Mijozlarimizga to'liq tushunchaga ega bo'lish uchun. Bo'ladimi shunday qilsak? Bo'ladi. Hozir aka, shunda men tushunishim bo'yicha yangi mashina olishsa sug'urta majburiy baribir. Majburiy sug'urtamiz bor bizda. Chunki avariya bo'lib qolsa, mabodoga mashinani urib turib olsa, davlat qilib beradi 100%. Lekin uni bizdagilar ko'plar hisob kitobini bilmaydi, o'zlari ish bitishadi. Tushunchaga ega bo'lmagandan keyin so'raganda aybi yo'q. So'rash kerak shuni. Bu sug'urta nima uchun? Bu sug'urta, misol oddiy misol, avariya bo'lib qolishdi. Avariya bo'lgan paytiga ikkita avtomashina yoki boshqa narsaga bo'lgan holatda mashinani qo'zg'atish umuman mumkin emas. Bizga murojaat qilishadi, biz sug'urtani jo'natamiz. Keyin Yevro protokol degan narsa bor. Yevro protokolda tuziladi. Yevro protokolda siz ikkita avtomashina siz bo'ladigan bo'lsangiz, keyin boyagi sherigi qaysi avtomashina bilan boyada avariya bo'lingan bo'lsa, o'shani qo'zg'atilmaydi, hujjatlar beriladi. Stanka bo'lmaydi bir, evakuatorga ortilmaydi 2.
u qarabsizki, boyagi mijozimizni kissasiga plyus tomoni bo'ladi. Shuning uchun ham Yevroprotokol tuziladigan paytiga sug'urta so'raladi. Sug'urta shuning uchun. Yashang aka, o'shanaqa biznikilar ko'p tushunishmasdi. Sabab aka, mana oddiy qilib aytay, o'zingiz ham ko'chada ko'rgansiz. To'g'ri, bu ham chakana pul emas aka. Misol uchun mana 330 million so'm. Shunday. 330 million so'mni hozir ishlab topish uchun aka, to'g'risi ko'plar qanchadir yil yemay ichmasdan yig'adi shu narsa uchun. Chet elda kinolarda ko'rganmiz yoki o'zimiz ham internetda ko'rib turamiz. Bir-biriga borib to'qnashsa shunday iboratda o'zing yaxshimisan? O'zingga ishonsa qamadimi? Hammasi joyidami deydi. Bizda aka o'zbeklarni nabarot, olib borib ursa, ana orqasidan borib urgan bo'ladi. San torimizni vaqtli bosding, distansiyani ana qamading, ushlamading deb ikkalasi bir bilan yoqimish bo'lib, ana kerak bo'lsa sudlashsa, ana urgan odam bunga to'lab beradi-da ko'p narsani. Boya aytganingizdek, Yevroprotokolda hali ko'plar tushunmaydi. Yevroprotokolni bir surishtirib chiqinglar, lekin yaxshi narsa. Faqat urmagan bo'lsangiz bo'ladi, qolgan hammasi zo'r bo'ladi. Shunday. Bo'lmasa o'zidagi boshlaymiz. Qarang. Diqqat bilan qarab qilishadi. Mashinamiz narxi M6 dan boshlaymiz bo'lsa o'zidagi. M6 ning 3 ta pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiyasi mexanika. Mexanika nima uchun? Mexanika yoshi kattalar, avtomat haydalmaydigan odamlar uchun chiqarilgan. Mexanikada boyagi avtomat korobkasi bilasizlar, 7 ta pog'onali bo'ladi. Uni narxi 249 ming 900 ming so'm bo'ladi. Uni narxini bir ko'rsatib beramiz mijozlarimizga. Bunda M6 ning 3 ta pozitsiyasi bor. M6 249 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 259 million 900 ming, uchinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm bo'ladi. Ot kuchi 143 ot kuchiga ega bo'ladi. Hammasida. Endi aka shoshmang, bir minut, endi vaqt gapingizni olaman. Mana bu operator Julian, H6, ana Wheeling hammasini shunday bitta ko'rsatib ketgan ekan. Bitta tez narxi. Bo'ldi. Narxlar. Wingel pikapimiz narxi bo'ladi. Bitta pozitsiyasi bor, narxi 359 million 900 ming so'm. M6 birinchi pozitsiyasi 249 million 900 ming, ikkinchi pozitsiyasi 259 million 900 ming, uchinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming so'm. H6miz, ya'ni H6miz bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 329 million 900 ming, ikkinchi pozitsiyasi 369 million 900 ming, full varianti 389 million 900 ming so'm bo'ladi. Ya'ni Turix Tour, to'rtta balon tortishi 231 ot kuchiga ega. Qolganlarda 177 ot. Xuddi shunday bo'ladi. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiyasida. Endi Julionimizga keladigan bo'lsak, Julionimiz birinchi pozitsiyasi 279 million 900 ming tan narxi. Ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900 ming, uchinchi pozitsiya full varianti 329 million 900 ming so'm bo'ladi. Hammasi 150 ot kuchiga qiziqadi. Xuddi shunday, ha. Endi Dargoda ikkita pozitsiyasi bor. Narxlari 399 million 900 ming so'm, 429 million 900 ming so'm bo'ladi. Bu yerda H9imiz turbina bo'ladi, 192 ot kuchi. Xuddi shunday. Bunda pozitsiyasida farq bor, ot kuchida ham farq bo'ladi. Endi mashinamizni birinchi pozitsiyasi 534 million 900 ming so'm, ikkinchi pozitsiyasi 569 million 900 ming so'm bo'ladi. Endi M6 dan boshlaymiz Ozod aka. Buni M6 dan birinchi pozitsiyasidan boshlaymi, ikkinchi pozitsiyasidan boshlab beradi obzorimizni. Birinchisidan boshlaymi, baribir odamlar sal puli arzonroqdan bo'lsin deydi. Endi xohlovchilar aytganingizdek birda olishadi, xohlovchilar 2-3 ta olishadi. Farqi bilamanki aka, mexanika avtomatda. Yana salonda qulayliklarda bor. Tushunarli. Ozod aka bo'lmasa tushuncha berishni boshladik. Birinchi bank holatini tushuntirib berishga harakat qilamiz. Bizda ikkita yo'nalish bo'ladi. Foizlarsiz chiqarish bo'ladi, foizli qilib chiqarish bo'ladi. Ya'ni rastrochka bo'lib to'lash, keyin avto kredit foizli qilib chiqarib beriladi. Juda ham ko'pchilikni oladigan anosi bo'ladi. Foizlarsiz o'zini tan narxini bo'lib to'lash. M6 ga tushuncha berishni boshladik. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi pozitsiyaga amal qiladi. Mana shu sistemamizdagi grafikamiz. Tak, 25% to'lov qilishsa bo'lib to'lashga 18 oyga chiqadi. 30% ni to'lov qilishsa 24 oyga chiqadi. 40% ni to'lov qilishsa 26 oyga, 50% ni to'lov qilishsa 36 oyga, 70% ni to'lov qilishadigan bo'lsa 5 yilga 60 oyga chiqadi. Boshlang'ich to'lovlari qancha ko'proq bo'lsa, shuncha imkoniyatlar ko'proq bo'laveradi. Yashang. Trading bor. Test drive bor. Test drive bor. Boya test drive aytamiz deb ismdan chiqibdi. Boya gapingiz bo'lgim kelmadi. Test drive bor, trading xizmat bor. Ya'ni mashinalarni bozordan qaraganda $100 qimmat, ya'ni undan ham qimmat bo'lishi mumkin. Undan ham qimmatroq, $100 emas, 100, 200, 300 dollargacha qimmatroqqa olishadi. Eng muhimi naqd sana beriladi. Eng muhimi kelishadi, mashinani ko'rishadi, ko'rsatib qilishadi.
bozorga nisbatan $100, $200, $300 qimmatroq olinadi. Sababi ikkilanchi qilib sotiladi u mashinalari. U mashinlarni bozorga olib chiqmaymiz. Bu yoqqa olib chiqib, bu yoqqa olib chiqib qilmaymiz. Mashinalari ikkilamchi bo'lib, через bank orqali sotilib ketadi. Shuning uchun bizda sal yuqoriroq narxda trading xizmati baholashadi. Test drive bo'ladigan bo'lsa, Ozod aka ko'pchilik telefon qilishadi, test drive'ga yozdirib qo'ying, qachon navbatimiz keladi deb aytishadi. Yo'q, unaqa emas. Test drive'ga haydovchilik guvohnoma bilan Jizzax havola avtosaloniga tashrif buyursin. Biz ochirib ro'yxatga yozilmasdan shunda dovernis yozib beramiz. Bemalol xohlagan yo'llarda haydab ko'rishadi. Bepul. Ha, aka bitta savol tug'iladi shu yerda. Hozir mana ko'radiganlar bor bizda, yoshlar bor, kattalar bor. Misol uchun men o'zim Promon bu xabaringiz bor. BS kategoriyam bor. Dinozavrlar vaqtida olganmiz. 750 ming so'mga. Misol uchun hozir aka men o'zimda mashinam yo'q-da, lekin mashina haydashga qiziqaman. Oldin endi bilardingiz, o'zingiz bilasiz, ana avtosalon bilasiz, ana katta monopolni bilasiz. O'shalar kelardi, oldin ularga pulni 100%, 85% ni to'lab, mashinani ko'rmasdan, ushlab ham ko'rmasangiz, rasmini ko'rardingiz yoki qo'shningiz minib yurganini ko'rardingiz-da, mana shundan kelayapmanga davlatga borib to'lab berardingiz. Shunda. Hozir bilaman, yangilik aka zo'r. Keladi, haydab ko'radi, daji bir kunga love story qilib kelsa, love storyga berib yuborishlari mumkin. Yani bilmadim unisini aka. Unisini bilmadim. Unisiga ham berib yuboramiz. Xudo xolasa. Unisiga ham berib yuboramiz. Faqat yaxshi niyat bilan kelsa. Shunday keyin aka ishim bo'yicha, misol uchun o'zlarining Instagramlari bo'lsa, kelib turib bitta o'zlari uchun syomka qilib ketsa ham muammo yo'q ekan. Muammo yo'q. Kelishsa, ana xohlagan avtomashinada vayinchilar bor, boshqalar bor. Bexijolat-a? Sharoit qilib berishadi. Sharoitlarni aytamiz, xodimlarga aytamiz, qilib berishadi. Undan muammo yo'q. Kelishsin, ko'rishsin, o'tirishsin, syomka qilishsin. O'sha test drive'ga yozib, haydab ko'rishsin. Bemalol. Demoqchi bo'lganim akalar, test drive mutlaqo bepul. Misol uchun mashina olgingiz kelmayapti-a? Shunchaki yangi mashina bitta hadlab minib ko'rgingiz kelyaptimi? Bexijolat. Keling, Elyor aka, o'zida videosidan ko'rdim. Bitta akajon shu yerda bitta haydab kelading. Muammo yo'q. Yoningizga bitta menejer o'tqazadi. Обязательно haydovchilik guvohnomangiz bo'lishi shart. Haydovchilik guvohnomasini 2 kundan keyin olaman, 4 kundan keyin olaman, siz olganingizdan keyin haydab ko'rishasiz. Shuning uchun deganim, Ozod aka kelishsin, avtosalonga tashrif buyursin, bir test drive qilib ko'rishsin. Agar sotiladigan mashinalar bo'lsa, trading xizmatimiz ishlab turibdi. Agar yo'q, vaqtim yo'qroq, meni soat 8 dan keyin chiqaman, 9 da ham avtosalonga qanday borsam bo'ladi deyishadigan bo'lsa, yakshanba kuni ham kelishsin. Xohlasin, dushanbadan shanba kungacha ham aloqa bilan kelishsin, xodimlarimiz qoladi. Har bitta mijoz bizlar uchun muhim. 8 dan keyin qolib bo'lsa ham mashinani obzor qilib hisoblab beraveramiz. Undan muammo yo'q o'zidagi. Agar mabodo ana mashina olmayman, prosta bitta mashinani bir sotib beringlar desa ham o'qishasiz, to'g'ri. Trading xizmatimiz ishlab turibdi. Unga hech anosi yo'q. Kelishsin, bozorga men vaqtim yo'q, qachon olib chiqaman degandan ko'ra shunday kelishadi, naqd pul olib ketishadi. Xudo xolasa. Aytiladigan hammasi aytildimi? O'zidagi hozircha aytildi, lekin bitta zo'r yangiligim bor mijozlarimiz uchun. H7 degan modelimiz bor. Akam, ichimda endi bilasizda. H7 degan model. 25-kunimi? Xudo xolasa, bugun 22 bo'lib turibdi. Shunga harakatdamiz. Endi bitta zavodnikidan bitta rasmini ko'rsatib qo'yamiz. Mumkin-a? Ha, bitta zavodnikidan bitta rasmini ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu xudo xolasa. Salkam Toyota'ni beryapti-ku bu. Aka, ha, xudo xolasa bitta yangiligimizdan biri bo'lib turibdi aka. O'zimizdanmi salonda? Zavodda? Ha, o'zimizning zavodimizda turibdi. Buni narxlari hali? Ha, yo'q, hali aniq emas. Mumkin emas. Deganimiz ochilish marosimi bo'lsa, ko'rgazma qilaylik, ko'rsataylik, anonaki narxlarni aytamiz. Keyin bitta test drive qilamiz, xudo xolasa. Test drive qilib, bu safar proviz bilan kelasiz. Xudo xolasa. Menejerlarimiz haydab endi. Uni o'zingiz rulga o'tirib, obzorni o'zingiz ko'rsatib berasiz. Shunchasida biz chiqqanmiz H9 da, H6 da, bu yerda Dargoda hammasida o'zimiz haydaganmiz. Obunachilarimizni ham chaqirib lekin haydayotganmiz. Bo'ladi, ha. Xuddi shunday haydab. Yana agar xohlasangiz bo'lsa kelsa mumkin aka, bemalol. Wingilda ham eslasangiz, Wingilda ham haydab to'qqa chiqdik. Bunisida endi bitta yangilik qilaylik. O'zingiz haydab Xudo xolasa. Bir o'zimiz chaqiramiz, o'zidagi keling deymiz. Xudo xolasa. Obzor qilib, mijozlarimizga bu yerda kommentariyada negativ yozadiganlarga o'zingiz bitta ko'rsatib berasiz. Xudo xolasa. Akalar chota bora shu meni havolga kompot qilib olib, havol oldirishdi. Hali mashinam yo'q. Akalar, uyimda uchastkam bor, uchastkam qilishim kerak. Xarajat mana deydi-ku. Nasiba yarasha bo'lyapti akalar. Prosta hali mashinaga talabimiz unaqa yaxshi emas, chunki aka-ukamiz
akamga xudo xohlasa uchastkamiz bor, ya'ni qilingan hamma narsa. Endi o'zimniki oilaviy problema aralashib ketdi videoga. O'zimni ham uchastkam bor, hali chalayarim, qo'ni qo'shnim bor, tanish bilish bor, bilishadi. Chunki hali bizga mashina kerakmiz. Xudo xohlasa mashina olish hammaga salondan pachka oling. 3 yil, 4 yil faqat gazi bilan o'ynalmasangiz hech narsaga razod qilmaysiz. Sizlarga ham salondan yangi olish tavsiya qilaman. Endi hozir bilasiz, xalqimiz suygan mashinalarni bilasiz, hali ham o'sha mashin, lekin yangilik hamma qilishyapti. Endi o'zidagi xalqimiz charchadi, o'zdagidan charchadi. Buni yashirishda hojati yo'q, xalqda o'zi biladi. Hamma biladi ham. Hamma biladi. Onyx, Tracker. Yo, bo'lmasa mana BYD. BYD yonib ketyapti, issiqda chidamayapti. Onyx bo'ladigan bo'lsa, material juda ham yuqori. Tracker bo'ladigan bo'lsa, orqasi balka bo'ladi, orqasini otadi, xuddi как будто Damas'dek bo'ladi. Bu inomarka. Endi bo'ldi, inomarka zamoni keldi o'zi. Crossover sedan emas, hali pachog'ini emas, kattasini ham minsa odamlar deysiz-da. Kelishsin, bir ko'rishsin, ходовой sistemasi, tormoz sistemasi, bu yerda metan ketadi, propan ketadi. Bir obzor qilib ko'rsatib beraveramiz biz ham. Metan qo'yishganini ham bor, xohlasangiz videosini qo'yib beraman aka, Ozod aka. Undan hech muammosi yo'q. Aka, zapchasidan muammo yo'q deymiz pastda-da. Bir gapda, endi siz menejersiz, bilaman sizga ba'zi minus gaplar gapirish mumkin emas. Faqat plyusni aytamizda. Shunday aka, shunday. Buzilib qolgani bo'ldimi aka, buzilgani? Yo'q. Ozod aka, qarang. Mana shuncha videolar turibdi-da, men klientlarim jo'natadi. Onyx, Tracker hammasini jo'natadi-da. Mana shuni Afsona TVniki. Bu aka bilan kecha ko'rishdim men. Shunaqa ekanda Trackerda dardi bor ekanda, nima qilish kerak ekan buni? Remen uzilib ketib qolib o'tiribdi-da, yet. Endi buni qarang-da. Bunisi orqasi karton ekan, akshay bor-ku. Hech narsa yo'q. Bularni ham ko'ryapmiz. Endi qarang, bizani o'zimiz avtosalondan olingan mana Haval. Havalni nima uchun buni qo'yib beryapman? Qarang. Orqasiga olishyapti. 30 talik metan qo'yilgan. Ana metanda yurmaydi, undaydi, mundaydi. Mana ko'ringlar, mana fakt bilan, video bilan M6 ni 30 talik qo'yilgan. Qarang, qanday chiroylikina bo'lib turibdi. 4-pakalana qo'yilgan. Yana bitta videomiz bor. Bu videomizda bitta akamiz bizdan ikkinchi pozitsiya olganlar. Mana bunda ham mana mijozimiz o'zlarini uylarida 100 talik gaz baloni bor ekan, qo'shimcha qilib, bolachasini ham qo'yib olganlar. Mana bu akamiz ham metanda yuribdilar. Nima ekan, rasxodlari qanday ekan? Aytishdimi? Rasxodlari qarang, birinchi qo'ygan paytimga deyilyapti, to o'rnashgancha 350 yurdim deyilyapti shahar ichida. Hozir 400 dan o'tyapman deyapti. Qo'yili. Shuning uchun deganim aka, propan ham ketadi, metan ham ketadi. O'zi benzin juda ham rasxodi kam o'zi. Ustasini qo'liga tushsa gap emas. O'shanda endi mana shuncha mashinalarni ko'ryapmiz, negativchilar chiqaryapti. Nima uchun? Havolda yo'q. Havolda bironta odam qaysi ustaxonada ko'rdingiz havolda? Lekin aka anchadan beri ko'rmadim. Anchadan beri emas, umuman hali havolda men ko'rmadim ustaxonada. Shuning uchun mijozlarimiz kelishsin. To'g'ri chiqqaniga 2 yil bo'ldi. Lekin mana bu mashina ham chiqqaniga 2 yildan oshmaganda aka. Mana aka tashib berishyapti. Mana bu bunaqa bo'lyapti, bu bunaqa bo'lyapti. Mana bu Kia'da bunaqa bo'lyapti. Mana 70,000 kilometr yurgan Golovka musor. Mana endi bizada ko'pda aka, lekin havolda kutyapmiz, havolda yo'q. Bitta video chiqdi. Havolda kutyapmiz? Havolda kutyapmiz, shunaqa narsani aka yo'q. Aka havolga ana oshnami, sizlarga oshnami? Havolda yo'q aka. Sizlardan qaysi birida qaytida xato qilar ekan deb. Lekin yo'q. Endi qarang. Zavoddan, servisdan chiqadi, test drive qilib o'tkazishadi, bizga jo'natishadi. Biza kami 1 soat, 1,5 soat servisimizda hamma joyini ustalarimiz ko'rib berishadi. Klientga topshiradigan paytimiz. Mijozlarimiz ham, nima bo'lyapti deyishadi. Aka, 5 yil garantiyamiz bosib beramiz. Ozroq qoldi. Shunday biza ko'rib beraylik, texnik ko'rikdan o'tkazib beraylik, bo'ldi. Ko'ngli to'q qilib haydab ketasiz deymiz. Shuning uchun ham havolda yo'q aka. 100% uvenim bo'lib gapiraman. Havolda bironta video chiqqan yo'q. Bitta negativ bo'lib chiqqan joyi bo'ldi. Bitta akamiz, sportsmen akamiz chiqdilar, video qilib chiqdilar. Sigaret tutatadigan joyida plastmassa turibdilar, o'shani obzor qilib chiqdilar. Haval mana M6 ni minib ketyapmiz, sigaret tutatadigan joyida plastmassa turibdilar. Esladingizmi? Lekin men o'shandan ham o'zimga bitta yaxshi fikr chiqardim-da, aytaymi? Chekish sog'liq uchun xavfli deb. O'shanda aka, bizada unaqa negativ odamimiz yo'q. Xudoga shukr, bu yerda uyaltirmaymiz. Endi xudo xolasa ko'rdik aka, yangiliklarni, ya'ni salon, ya'ni zavod
klientlarni talabiga qarab ham chiqarib berishyapti. Обязательно. Boya aytganimizdek, kuzovini, salonni rangidan mutlaqo bexijolat tanlov bor. Boshqa salonlarda mashinani rangi o'zgaradi, narxi o'zgarib ketadi. Salon rangi o'zgaradi, narxi o'zgarib ketadi. Havolda unaqa emas. Havolda xohlasangiz rangini kuzib holatini oq, ichini oranj bersangiz, oranjni qilib beramiz. Lekin narxi o'zgarmaydi. Bir xil bo'laveradi. Bir xil bo'laveradi. Boya aytganingizdek, ko'p ham kutishmaydi. Qaynoqqini tandir o'zimizda shunday bor. Aka, iloji bormi, zo'r narsa qilaylik. Mayli. Mayli, bu yerdan emas. Misol uchun bu yerda turganingiz kimdir olgisi kelmaydi, kimdir zavod qurgisi keladi. Zavod o'zini borib tanlab olish imkoni bor, mabodoga. Bo'ladi. Shunaqa bo'ladi. Chunki bugunga tug'ilgan kun bo'lib qolyapti. Faraz qiling. Bugunga dadangizlarni yo'qmasa xo'jonamlarni tug'ilgan kunlar bo'lib qolyapti. Siz sovg'a qilishingiz kerak. Pul bilan kelib qoldingiz. Aka, menga usti oq, ichi oranjli H6 kerak edi. Ne abishni? Yoki bo'lmasa usti ham oq, ichi ham oq H6 kerak edi. Bul skladimizga boramiz, ko'ramiz. Agar bo'lmay qolyaptimi? Endi bu hayot bu o'zidagi. Bo'lmay qolyaptimi? Shunday zavodga boramiz, zavoddan chiqaramiz. Shunaqa vaziyatlar bo'lgan aka, chiqarib olib qilishga. Muammosi yo'q hech narsa. Muammosi yo'q aka. Mashinadan muammo yo'q. Jizzax Havol avtosalonida havollarimiz naval. Bemalol kelishadi. Yashing. Pastda nomerlar qoldiramiz, aka aloqa qilsa, salkam 35 minut video bo'ldi, salkam. Ko'rishga arziydigan video. Xudo xolasa. Salomat bo'ylar, kelaverasizlar, o'zingizlar. Pastda nomerlar bor, aloqa qilasizlar. Tamom.